bunday hollarda ayrim haydovchilarimiz bilmasdan qizildan o'tib ketishyapti. Ba'zilari esa afsus avariya bo'lishyapti. Nima sabab bo'lyapti? Bitta dona svetofor bo'lgani sabab bo'lyapti. Bir dona svetofor. Bir xil joyda e'tibor bersangiz, to'liq qilgan svetoforlar. Bizi joyda esa bitta dona svetofor ko'ramiz. Shu tegishli tashkilotlar shu bir dona svetofor bor joylarga iloji boricha qarama-qarshiga ham bizga qaratib qo'yinglar. Mamlakatga ham qo'yinglar. Mabodo kattaroq transport vositalari shu svetofor bittasi to'sib qo'ysa, biz boshqa tomon svetoforga qarab haydovchini ko'rib oladi qanaqa yongan. Birinchi tomondan bu qoidabuzarlik bilmasa qo'yapti hozir haydovchilar. Eng yomoni shuki, ko'p holda avariya bo'lishi mumkin. Bo'lyapti ham. Shuning uchun iltimos qilib qolamiz, shu narsaga e'tibor qaratishinglar. Mana rang ko'ryapsizlar. Pastda shunaqa sersa turib, shunaqa qizartirib qo'yasizlar. Manfaat yeyotgan bo'lsa, kommentariyada kelgan qoldirib, boshqalarga ham jo'natib qo'yinglar, ular ham bilib olsin. Qoidalarga rioya qilinglar.